Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugungi mavzumizning nomlanishi traktor avtomobillarining ishchi, yordamchi va gidravlik jihozlaridan iborat. Gidravlik tizim vazifasi o'rnatma mashinalarni boshqarish, ya'ni ularni ko'tarish va tushirish, ma'lum vaziyatda ushlab turish, tuproqqa ushlov berish, chuqurligini rostlash va boshqalardan iborat. Eng oddiy ko'rinishdagi gidravlik tizim nasos, taqsimlagich, bak, kuch silindri, armaturali va temirli quvurlardan iboratdir. Keyingi navbatdagi slaydimizda ko'rishimiz mumkin. Mana biz aytgandek eng oddiy, sodda bo'lgan, alohida agregatlangan gidrotizimning umumiy sxemasi keltirilgan. Demak, birinchi mana joylashgan bu bak hisoblanadi. Demak, bu yerda gidravlik suyuqlik quyilgan bo'ladi. Undan keyin ikkinchida joylashgan, demak, moy o'tkazish quvurlari, ya'ni past bosim deyiladi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, demak, nasosdan oldin joylashgan va demak qaytadigan, ya'ni bakka qaytadigan quvurlarda mana ikkalasida ham demak past bosimli quvurlardan foydalanilgan. Uchinchimiz bu demak nasos hisoblanadi. Nasos bu demak shesternali nasos. Demak, shesternali nasos bosim hosil qilib berish uchun xizmat qiladi va hosil qilingan moy bosimini taqsimlagichga demak yetkazib beradi. Taqsimlagichda undan so'ng demak ichki qismida zalotniklar joylashgan. Zalotniklar orqali demak richak 6-chi demak boshqarish richak orqali moy bosimini yo'nalishini o'zgartiramiz va moy bosim bilan ya'ni yuqori bosimli quvurlar orqali 8-chi demak kuch silindriga boradi. Demak, kuch silindridan keyin ma'lum bir darajada ko'tarish, tushirish yoki boshqa ishni bajargandan so'ng demak yana orqaga demak moyda qaytish jarayonini ko'rishimiz mumkin. Maxsus mana strelkalar bilan belgilangan. Va mana bu yerda oshish mexanizmini demak totqilarni joylashganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana navbatdagi slaydda umumiy ko'rinishini ham ko'rishimiz mumkin. Mana bak va yuqorida ko'rib aytganimizdek, demak yuqori bosimli nasos, yuqori bosim nasosida demak ko'radigan bo'lsak, mana e'tibor beringizlar, demak bu yerda shesternalar demak ikkita yon tomonidan demak suyuqlikni o'tkazib bosim hosil qilib beryapti. Mana bu yerda demak taqsimlagich zalotnik orqali richaklar bilan demak moyning yo'nalishini yoki bu tomondan yoki ikkinchi tomondan demak silindrni pastga yoki yuqori tomonidan demak almashtirish imkonini beradigan holatni demak hosil qilishini ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin. Demak, bak, mana bakda ko'rishimiz mumkin filtrlovchi elementlar hamda bakda ko'rishimiz mumkin. Demak, bak po'lat listdan tayyorlangan bo'ladi. Maxsus demak shtampovka usuli bilan olingan. Demak, ikkita yarimta tayyorlanib olinadi va bir-biriga payvandlash yo'li bilan demak bak hosil qilinadi. Mana bu yerda demak moy demak quyiladigan qismida demak filtr joylashtirilgan. Mana shu filtrlar orqali moyning tarkibidagi qo'shimchalar aytaylik ushlanib qolish uchun xizmat qiladi. Aytaylik pat, soat shunga o'xshagan qo'shimchalar bo'lishi mumkin. Nasosni umumiy demak ishlash jarayonini ko'rishimiz mumkin. Demak, nasosning bir tomonidan demak so'rib olinadi. So'rib olingan demak nasos mana ikkita shesternalar atrofidan aylanib, undan keyin bosim hosil qilib beradi. Bu yerda ikkita shesterna demak joylashgan. Bu yerda yana bitta narsani hisobga olish kerak. Yon tomonida saqlovchi demak klapanlar joylashtirilgan. Tizimda agar bosim oshib ketadigan bo'lsa, avtomatik ravishda demak o'sha klapanning prujinasini moy bosimi yenggandan so'ng ya'ni orqaga qaytaradi, ya'ni nasos o'ziga qaytib ketishi ham mumkin. Ya'ni bosim oshib ketganda demak bosimni kamaytirish uchun maxsus saqlovchi klapanlar o'rnatilgan bo'ladi. Demak, mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin, alohida rang bilan ajratilgan, yashil rang bilan
ko'rishlaringiz mumkin. Ya'ni moyning shesternalarining ikkita yon tomonidan harakatlanayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Asosan demak ensha deyiladi. Nasos shesternali degan ma'noni bildiradi. Va mana shu asosiy qismlar alyumin materialdan tayyorlangan bo'ladi. Faqatgina bitta o'qi demak yetakchi hisoblanadi. Harakatni demak boshqa bir mexanizmni oladigan bo'lsa, bu yetaklanuvchi shesterna sifatida xizmat qiladi. Endi bu yerda nasosda markalanishida demak ensha 32 bo'ladigan bo'lsa, 32 demak o'sha 1 minutda aytaylik 32 detsimetr kub yonilg'i moy miqdorini tizimga haydaydigan bo'lsa, demak undan sondan keyin L harfi qo'yiladi, ya'ni ko'pincha demak chap tomonga aylanadi degan ma'noni bildiradi. Agar L harfi qo'yilmaydigan bo'lsa, demak bu shesternalasi o'ng tomonga aylanayotganini bilishimiz mumkin bo'ladi. Mana umumiy demak 4 ta holatda ishlaydi. Demak gidrotizimimiz birinchisi bu ko'tarish, majburiy tushirish, suzuvchi holat va neytral holatlarda ishlaydi. Demak birinchi holatda A holatni ko'radigan bo'lsak, demak bu yerda mana moy baki, demak moy baki orqali demak nasos so'rib oladi. Bosim hosil qilgandan so'ng demak taqsimlagich orqali moy taqsimlagichdan quyidagi yo'nalish bo'yicha kuch silindrining pastki qismidan demak moy bosimini hosil qiladi va kuch silindridagi silindrni demak porshini yuqoriga ko'taradi. Ya'ni bu yerda ko'rishimiz mumkin, ko'tarish jarayoni amalga oshiriladi. Endi keyingi jarayonimiz majburiy tushirish jarayoni. Majburiy tushirish jarayonida mana e'tibor qilinglar, bakdan so'ng demak nasos bosim bilan bosim hosil qilyapti. Taqsimlagichda e'tibor beringlar, bu yerdagi yo'nalish bilan bu yo'nalishda farqi bor. Ya'ni yo'nalishda ko'ryapsizlar, ikkita yo'nalish bir-birini kesib o'tyapti. Hamda birinchi holatimizda moy, ya'ni kuch silindrining pastki tomonidan borgan bo'lsa, endi yuqori qismidan borib, demak bu majburiy tushirishni hosil qilyapti. Qayta aytganda bakda demak ko'rishimiz mumkin, quyidagi holatda qayta aytganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Endi suzuvchi holat ko'pincha demak mana bu yer ag'darishlarda ko'proq ishlatiladi. Ya'ni o'sha demak o'sha yerning relyefidan kelib chiqqan holatda o'sha yer o'sha dalaning relyefini o'zi demak nusxa oladi va o'sha suzuvchi holatda ishlaydi. Suzuvchi holatda ishlayotganini ko'radigan bo'lsak, mana demak bakdan yon bosim bilan nasos taqsimlagichga yuboryapti, taqsimlagichdan to'g'ri yana bakka qaytib tushyapti. Bu keyingisida esa mana bu yerda mana shu kuch silindri bilan taqsimlagich o'rtasida aylanyapti. Demak bu yerda moy bosimlar bir-biri bilan kesishmaydi. Shunda demak suzuvchi holatni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va oxirgi holatimiz neytral holat bo'ladi. Neytral holatda demak richak bilan amalga oshiriladi. Bu yerda demak o'sha richakda taqsimlagichda richagida demak neytral holatga o'rnatilganda moy bosimi yana xuddi suzuvchi holatga o'xshab taqsimlagichga keladi. Taqsimlashdan so'ng demak moy bakiga qaytib keladi. Keyingi ikkinchi holatida esa bu yerda moy sirkulyatsiyasi amalga oshirilmaydi. Shuning hisobida demak neytral holatda ishlaydi. Keyingi slaytimizda demak kuch silindrining demak umumiy ko'rinishi keltirilgan. Mana yuqori qismida joylashgan bu silindr hisoblanadi va mana bu ichki qismida ko'radigan bo'lsak klapani va ikkita mana bu yerda moy quvurlari ulanadigan demak tirqishlar mavjud va mana bu yerda demak shtokni umumiy ko'rinishi va ikkita tomonga mahkamlash uchun demak ikkita tomonda ham demak maxsus quloqchalar bilan payvandlangan bo'ladi. Demak quvurlarni ulash moslamasi keltirilgan.
quvurlarni ulash moslamasida mana ko'rishimiz mumkin konussimon uchlik va konussimon uchliklarni o'rtasida demak old tomonida prujina bilan hamda zolderlar bilan jihozlangan demak klapanlardan iborat. Demak bu yerda konussimon uchlikning yuqori uchki qismiga borganda demak moyni o'tishini chegaralaydi. Bir-biriga ulangan vaqtida mana ikkita zolderlar demak bir-biriga tekkanda mana bu konuslar orasida ma'lum bir darajada tirqish paydo bo'ladi va moy bosim bilan demak bu quvurdan keyingi quvurga o'tish imkoniyati paydo bo'ladi. Demak shunday qilib ikkita quvurni bir-biriga ulovchi demak moslamadan iborat. Keyingisi demak quvvat olish vali. Demak quvvat olish valini demak qisqartirib yozadigan bo'lsak QOV deb yoziladi. Traktor bilan agregatlardagi ko'chma yoki stasionar mashinalarning ish organlarini harakatlantirishga mo'ljallangan. Traktorda quvvat olish vallari joylashishga ko'ra orqada, yonda va oldida bo'lishi mumkin. Quvvat olish vali tezlik rejimi bo'yicha doimiy va o'zgaruvchan sinxron aylanish chastotasiga bo'linadi. Quvvat olish valining ikki ish rejimida demak belgilangan. Birinchisi demak dvigatelning nominal aylanish chastotasi uchun 5440 plus minus demak 15 aylana minut bo'lishi mumkin va ikkinchi holati esa 1000 aylana minutni tashkil qiladi. Quvvat olish valining yuritmalariga bog'liqligi mustaqil va qisman bog'liq turlariga bo'linadi. Demak bu yerda mana quvvat olish turlarini keltirganmiz. Bu yerda MT80 va 82 traktorlarining quvvat olish vallari keltirilgan. Mana bu yerda umumiy demak sxemani ko'rishimiz mumkin. Demak mana sxemada ilash muftasi orqali quvvat olish valiga demak harakatni berayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak mana bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Demak umumiy sxemasini ko'radigan bo'lsak, demak 3 ta holat keltirilgan. Bu yerda demak ikki tezlikli reduktor ko'rinishida bo'ladigan bo'lsa, demak bu holatdagi esa quvvat olish vali yuritmasining demak qayta qo'shish demak usullari keltirilgan va demak planetar reduktorlarda umumiy sxemalarni demak keltirganmiz. Demak bu mavzu bo'yicha quyidagi adabiyotlardan foydalanish imkonini beradi. Ma'ruzamiz tugadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.